أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hürmetlik qarindoshlarimiz biz bir yurish navbatdagi mas'uliyatimiz degan temada to'xtalib kelayotgandik. Şu munosabat bilan bugun yana navbatdagi mas'uliyatlarimizning birisi yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish qanday bo'ladi degan temada sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hamda yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish degan bu hamda bir keng bir tema. Bu temani bir qancha qismga bo'lib uni bir o'tirib qo'ymoqchi. Demak, Allah subhanahu wa ta'ala bütün kainatni, mahluqatni yaratib, insonlarni yer shariga jannatdan tushirib, undan keyin insonga yetakchi bo'lsin deb Qur'oni Karimni asosiy qonun dastur qilib, Allah subhanahu wa ta'ala uni bizga Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali yetkazib berdi. Demak, biz o'zimizning mas'uliyatimiz, majburiyatimizni tunamasak, o'zimiz baxtsiz bo'lib qolganligimizni cho'qim his qilishimiz kerak. His qilishimiz kerak. Bizningki navbatdagi mas'uliyatlarimizdan birisi biz sal qarayotgan yoki sal qarmasaqmi alohida keng umumiy holatda bir safarbarlik qilinmayotgan ishning birisi yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat. Allah subhanahu va taoloninki bizni talab qilgan ta'xirsizlik bilan ijro qilish zarur bo'lgan Allah'ınki buyrug'iga sal qarab qoldik qarindoshlarimiz. Demak, endi biz bu yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sishda qanday ishlarni qilishimiz kerak deganda, biz har qanday ish qilmoqchi bo'lsak, Qur'ondan, hadisdan ishimiz to'g'rimi, xatomi, Qur'on hadisga uni udilishimiz kerak. Qur'on hadisga udilgandan keyin niyatimizni ravuz, samimiy qilishimiz kerak, ya'ni ixlosmand bo'lishimiz kerak. Bu amalni, ibodatni qilishdan maqsad Allohning roziligiga erishish deganni cho asdan chiqarmasligimiz, shuni qiblanom qilishimiz bu intayin muhim. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga nima dedi desa, sura Ali Imronninki 104-oyatida "Val takum minkum ummatun yad'una ilal khair va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun." Demak, bu ayet Allah subhanahu wa ta'ala sizlardan bir ümmet, yani jamoa bo'lsin. Ular yaxshilikka chaqiradigan. Ya'ni yad'una lil khayr demay, yad'una ilal khayr deyishda ilohidan keltirishlik sabab nima desa, tafsirshunos olim deydi. Yaxshilikka chaqirish va yaxshilikka yetkazish, yaxshilikcha ulashtirish degan ma'nosi bor buningki. Chaqirib qo'yiblar o'ltirmasdan, cho'qim buni yaxshilikni voyaga yetkazib o'zimicha qilish deganni mush oyatdan ko'rib olib bo'ldi deydi. Demak, endi biz yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat bu mas'uliyatni e'tiqod osmonning ustidan Alloh subhanahu va taolo bizga tushirdi. Demak, bu mas'uliyat Alloh subhanahu va taoloninki buyrug'ininki hammasini, har qanday buyruqni qilish bizga vojib emas. Buni hamda usul fiqhdan ayet aniq kana to'xtaldi. Demak, bir buyruq bo'ldi ekan, bu buyruq vojibni uqtirdi, lekin bu buyruqni qaytarib o'tadigan yoki buyruqni ojizlashtiradigan bir ahvol bo'lib qolsa, bu chog'da chu desa, bu buyruq sunnatga yoki mustahabga tushdi. Demak, ambiyalik buyruq nima desa, sizlardan, ya'ni musulmonlardan bir ummat bo'lib tashkillansin, yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan. Va ulayka humul muflihun. Ana shu ulug' kishilar, yaxshilikqa buyurgan, yomonlikdan to'sgan ulug' kishilar, bular nima desa, najot topquchi, haqiqiy maqsadga erishguchi deydi. Bu yerda biz oyatga yana bir qatim nazar solsak, sizlardan bo'lgan bir ummat dedi. Bundan da sizlardan degan minning o'zini boshlash ibtidoiya yoki desa buningda bir bayon uchun kelgan deb
tafsirshunos olimlar buni aniq o'tirib qo'ygan. Ba'zilar qismanlik degan. Bir to'rkin kishilar qisib bo'ldi, qolganicha qilmisimi shular yetgan bo'lsa, yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat amalni qolganlik qilmisimi gunohkor bo'lmaydi deydi. Lekin biz bu yerda bir diqqat qiladigan nuqta nima desa, Allah subhanahu va taoloninki aqimussolat va atuz zakot deganga o'xshash namoz o'qinglar, zakot beringlar degandek yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat bo'lgan ishqa hammanglar safarbarlik qilinglar, hammanglar otilinglar degan bo'ldi. Bu menning bu yerda bayon uchun kelgan deganning dalili nima bo'lsa, faytanibur rissa minal awsan. Ya'ni bir oyatda butdan iborat najisdan-cho yiroqlashinglar degan. Men u yerda-cho bayon uchun kelgan. Demak, men yerda menmi bayon uchun yoki-cho ibtido uchun kelgan deb qaragan tafsirshunos olimlar. Shunga har bir kishining mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat bu mas'uliyati bor. Bu mas'uliyat bor. Endi bu yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat bo'lgan ishni qilgan odam bu qanday kishi bo'ladi desa, buni voyaga yetkazib qila olsa, buning uchun har jihatdan buni qo'llasa, yana sura Al-Imronning 110-oyatida kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar kishilar uchun chiqarilgan degan gapning o'zini nima desa, Allah subhanahu va taolo bizni chiqargan degan gap. Biz chiqarildik, Allah subhanahu va taolo bizni chiqadi. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Bular nima ish qildi vazifasi? Yaxshilikni buyurdi, yomonlikni to'sidi. Yomonlikni to'sidi. Sizlar bunday qilgan vaqtingizda eng yaxshi ummat, eng yaxshi kishi, eng yaxshi musulmon, eng yaxshi layoqatli bir inson bo'lish uchun yaxshilikdan yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sishni iborat bo'lgan bu nimani, bu xizmatni, sharaflik vazifani o'z ustimizga elishimiz intayin zarur bo'ldi. Zarur bo'ldi. Demak biz atrofimizga nazar solishimiz, oilamizga ega bo'lishimiz, tashkilot boshliqlari, tashkilot a'zolariga ega bo'lishi va davlat raislari, davlatning a'zolariga, davlatning fuqarolarga ega bo'lishi mana buning o'zidan chiqib turadi. Allah subhanahu va taolo maqtagan eng yaxshi ummat bo'lish uchun yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sishdan iborat bo'lgan bu xizmatni qilishimiz bu intayin muhim demoqchi. Endi biz buni qilmasakmi bo'lamdi. Masalan, ba'zi kishilar deydiki, bu shaxsiy erkinlik, o'zimning ixtiyori. Sizlar meni bir go'da qo'yamdi deydigan bir xato so'zlar bo'ladi. Bu gapning o'zi tubdan xato. Nima uchun deganda shaxsiy erkinlik degan gap har qanday ishni qilsa bo'ldi deganlik emas. Mayli bir davlat bo'lsin, mayli bir rayon bo'lsin, mayli boshqa dinliklarningki, dinga e'tiqod qiluvchi shu kishilar bo'lsin, hammasining uchun o'zgarishlik belgilanmalari, uning uchun nizomlar bo'ldi. Shuning uchun amal qilmasa bo'lmaydi. Ba'zilar deydiki, la ikraha fid-din. Dinda majburlash yo'q. Bu nima uchun olish olasiz deb oyatni xato holatda suiiste'mol qiladi. Bu bir xatolik qilmashlar. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rushdu minal g'ayy degan bu oyatning o'zi dinga majburlash yo'q degan gap. Bir odam xristian dinda bo'lsa yoki yahudi dinda bo'lsa yoki boshqa dinda bo'lib qolsa, buni dinga kirishga majburlash yo'q degan bo'ldi. Lekin dinga kirib bo'lgandan keyin ixtiyorlik bilan o'zi Allohning birlik borligini tundin degandan keyin musulmonlikni da'vo qilgandan keyin buning tanlash ixtiyori bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Demak, biz dinga kirdik, o'zimizni musulmon deb jakaladik, dinning prinsiplariga amal qilishimiz. Undan biz o'zimizning xohishimizga, mizojimizga, mijozimizga udil kelsa, amal qilib bo'lmasa desa, buni boshqacha holatda izohlab tushuntirib qilsak, bu to'g'ri emas. La ikraha fid-din deganni xato holatda suiiste'mol qilishga, buni ishlatishga qat'iy bo'lmaydi. Bu dinga, islomga kirishga bir kimni majburlamaymiz. Lekin kirib bo'lgandan keyin bo'lsa, islomningki nurg'unlagan jazo qonunlari bo'ladi, uningki muqim jazolari bo'ladi, uning mukofotlari bo'ladi, uning uchun ma'lum bir tartiblari bo'ladi qarindoshlar. Buni bilib olishimiz intayin muhim. Shu yaxshilik bo'lish, yomonlikni to'sish degan gap yerinchoqlab aytgan vaqtda tashviqotni kuchaytirish. Tashviqot bir guruh qurish,
Mümin Müslümanlığın baş tartib bulunmaydigan mesuliyeti, mecburiyeti. Her bir kişi bunu kılış gerek. Mesela hadisten Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir kişinin şahsi erkinlikle bağ desek, nurgulluğun meseleler mesela yüz bergen, bulağıcı Peygamberimiz kanun icra kılgan mesela, oğrunun kulunu kesken ve başka meseleler çoğu yüz bergen. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın devirde dadısının ki üge yüzünün anısını elevağın birisi meydan kelgen. Kelgende Peygamber Aleyhisselam birisini evetken. Evetip bunu çoğu kallısını elişqa buyruk kılgan. Demek bu İslam'da çekleş karakterine ega diktatorçu, bazılıkı, küçmüçü, bağ demekçi. O erkinlik deyin gepin o'zi hamma jihatda nima deysiniz, nima qilsangiz bo'ladi deganlik emas. Hech qanday mutlaq erkinlik yo'q. Hamma narsani cheklanlik, ma'lum shart ostidagi erkinlik bo'ladi. Qarindoshlarimiz buni bilib oldi. Erkinlikimiz bor deblam dinga haqorat qilsak, islomga haqorat qilsak, musulmonlarga haqorat qilsak, islomning shuariga haqorat qilsak, uning qarta ziyankesh qilib bir narsani yozsak, menda yozibsiz, men xato qilibsiz, yo'q, men musulmon, men unda yozmadim, men unda qilmadim. Ma bu ish o'zimiz divog'inglar bo'lmaydi. Hech kim o'zining xatoligini uchun men xato qildim deb turib qilmaydi. Nurg'un kishilar uchun bir o'rtaq psixikalik bir qarash, o'zining uchun bir masala, o'zining xatoligini e'tirof qilmaylik qolmasdan erkinlik deb ma'lum ishlarni oqlashga urindi qarindoshlar. Islomda unday ish yo'q. Musulmonlar erkinlik berilgan, ajoyib berilgan. Lekin yaxshilik buyurish, yomonlikni tusish masalasida bizcho o'zimizning qo'limizdan kelishicha buni tusish yomonlikdan, yaxshilikni buyurish bu bizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz, majburiyatimiz. Shunga Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, va in lam yastati' fa bi qalbihi, va zalika ad'aful iman." Bu sahih hadis qarindoshlarimiz. Sahih hadis. Bu Müslimning hadisi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Demak, bir odam dedi. Salatın bir adamın musulmonlar bir munkar ishni ko'rsa, uni cho fal yughayyirhu bi yadihi. Uni qo'llar o'zgarsin. Qo'llar o'zgarsin. Agar qo'llar o'zgartirishga kuchi yetmay qolsa, uni cho tillar o'zgarsin. Agar unig'im kuchi yetmasa, tadrijiy holatga masalancho, bu ma'noda bu qalbi bilan norozi bo'lsin dedi. Shu munkarga, zulmga norozi bo'lishning o'zi zolimlik. Munkarga rozi bo'lishning o'zicha bu bir xatolik. Zolimga rozi bo'lishning o'zicha uni o'xshashcha zolim bo'lgan bo'ladi. Endi munkar degan nima? Bu yerda ikki xil bir atalg'i bor, termin. Bu ikki xil terminni biz aniqlab olsak bo'ldi. Birinchisi man ra'a minkum munkaran. Munkaran dedi. Ikkinchisi desa uni ko'rsa dedi Payg'ambarimiz. Demakchi bo'lgan gap bu yerda ikki xil nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Birisi şu munkar ishni, xato ishni shu biz ko'rgidek, jamiyatdagi kishilar uchun bilgidek oshkora qilgan bo'lsa, yoki ma'lum odam shuni bilgan bo'lsa, yoki ko'rib qolgan bo'lsa, buni uchun o'zgarsin degan bo'ldi. O'zgarsin degan bo'ldi. Kuch yetsa, qo'llar o'zgartadi, kuch yetmay qolsa, tillar o'zgartadi, uning kuch yetmasa, til norozi bo'ladi. Mana bu eng ojiz iymon demakchi. Bunda. Da ko'rsa degan gapdan bu yer tinglab anglash, casuslik qilish, birsincha marash shariat xato. Mana bu shaxsiy erkinlik deymiz. Buni qilsak bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Shunga biz musulmonlarning boshqa kishilarning erkinligiga uchun daxl taruz qilmaymiz. Demak, islomda biz dinga kirish uchun majburlamaymiz. Kirib bo'lgandan keyin islomning prinsipiga amal qilish kerak. Men musulmon deb tavaqif qo'yib, o'zi uchun amal qilmasa, uning musulmonlik qanday bo'ldi? Musulmonlik degan bir eg'izdagi gap emas bu. Amal bilan o'zimiz tilimizda joriy qilib so'zlaymiz, qalbimiz tasdiqlaymiz, harakatimiz uchun uni ko'rsatamiz. Buning hammasi birlashgan vaqtda uning ikkinchi iymon bo'ladi. Og'zimiz deb qo'yganlar emas. Qarindoshlarimiz. So'ng ba'zilarga "Mada qilmang, ama xato" desa, sizning inkoringiz bor. Bu la ikraha fi din degan, yoki unday bo'lgan, yoki bunday bo'lgan, qaringiz bo'lsin deydigan gaplarni bunda deyish bu ig'ir xatolik qarindoshlarimiz. Demak, bu yerdan ko'rsa degan gapning o'zi nima bo'lsa, casuslik qilmaslik, boshqalarningki huquqiga daxl taruz qilmaslik masalasi degan bo'ldi. Ya'ni biz munkar degan gapning o'zini cho'disa, munkar qandoq? Munkar degan oyatda, hadisda ujuq aniq hukm bo'lgan,
mazhab ulamoları o'rtaq bir fikr kelib, mush munkar deb qaragan narsa munkar. Masalan, o'xshamagan qarash olib qolsa, ba'zan mazhab, ba'zan iqimdagilar ma'no to'g'ri desa, ba'zanlar xato deydi. Ba'zanlar halol desa, ba'zanlar harom deydi. Ba'zanlar ma'no qilamiz desa, ba'zanlar qilmaymiz deydi. Bu ummatga nisbatan bir rahmat bo'lib tushunsak. O'xshamagan qarashning bo'lishi, ma'noga ma'noga kuchatmagani anaga ma'noda. Bu o'xshamagan qarash, o'xshamagan bir fikrlar bizim deyimiz vaqtda munkar emas deymiz. Munkar degani nima? Tajovuzchilik munkar, musulmonning zaminini egallab munkar, boshqalarningki meni nahaq yevilish munkar, boshqalarning nahaq urish munkar, uni o'ldirish munkar. Eng chong munkar-cho. Oldimiz tursa, biz nari kishini ko'tarib chiqib, munkar emas, munkar desak bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Demak, munkarga biz ta'bir berishda, munkarni tushuntirishda chuqur yaxshi tushuntirishimiz bu intayin muhim. Bizlar emas, sahobalar xato tushunib qolgan. Bizlar emas, tabiinlar xato tushunib qolgan. Demak, har qanday vaqtda biz Alloh subhanahu va taolaninki oyatlarini, Payg'ambar alayhisolamning hadislarini, oyatning sababi nuzul, tush sababi bilan hadisnincha yuz bergan naq maydon yoki kimga qaysi ish to'g'riliq bu maydonga kelgan shuni bilmasak, biz çok xatolashib qolamiz qarindoshlarimiz. Demak, yaxshilikni bo'lish, yomonlikni to'sish hammalarninki mas'uliyati. Demak, hammalar buni bilishimiz, o'rganishimiz kerak. Masalan, hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Ballighu anni walau aya." Garchi az bir oyat olsun yetkazinglar dedi. Qarindoshlarimiz, biz bir oyat olsun yetkazishimiz intayin muhim. Eng yaxshi ummat bo'ldikanmiz, eng yaxshi kishi bo'lamiz deydikanmiz. Chuqur yaxshilikni bo'lish, yomonlikni to'sish. Shunga ma'lum davlatlarda masalan jamoat tabligh da'vat qilish, maxsus tabligh qildi, maxsus da'vat qildi. Ularga shu o'zininki iqtisodini chiqarib, yo boshqa yordam qilgan iqtisodini elib, o'lcham mashinalarda, motorlarda masjid berib tabligh qildi jamoatimiz. Hozir azroq tabligh qilinsa, yoki azroq bir gap qilinib qolsa, voy hozir tabligh qilgan vaqtmi, tabligh olmaydigan vaqtmi? Allohdan qo'rqib qarindoshlar. Bu tabliğni davamlı qilmaymiz. Bu da'vatni davamlı qilamiz. Tashviqotni davamlı qilamiz. Dal kafirlar biz qilmagan da'vat tashviqotni qilib, vatanimizni egallab oldi. 24 soat yolg'on gapni qilib biz cho'g'ini ishinib qoldik. Bu tashviqot guruhi bor. Har bir rayon, har bir nahiya, har bir yezig'chilik amnichilik. Quloqimizdan tuya kelib kanali o'rnitug'liq. Oxir xalqimiz ishinib qoldik qismanlari. Yana ashuli tashviqotni qat'iy to'xtatib qo'ymaydi demoqchi. Tashviqot bu dinning jini. Bu islomning hayoti. Bu tabliğ şu. Ba'zan dabdabali gapliga, ba'zan bir naitiliqi tizib yozilgan narsaga uning oldin qolmaydi. Qur'on hadisni yiroq eshitganmiz, biz xalq qolamiz qarindoshlarimiz. Bu ummatning avvali nimalar isloh bo'lgan bo'lsa, avvali nimalar aziz bo'lgan bo'lsa, Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqari, uningdagi Sayyidiya xandonligi nima bilan, uning keyingi ham yaqinqi zamondagi iqtidorli islom jumhuriyatimiz nima bilan qurilgan bo'lsa, bizning xalqimiz yana shuning bilan aziz bo'ldi, shuning bilan o'zininki izzatni topalaydi qarindoshlarimiz. Boshqalardan izzat izlamaylar. Bizga nurg'un tajribalar bor. Hozirgi o'rta sharq boshqa rayonlik arablarga qarab boqaylar. Shuni dinni tashib etib, o'sha Arab Gulmish partiyasi, millatchilik nurg'un narsani ko'tarib chiqib, oxirida cho'lsa, u hech qanday birga va'dani bermay vujudga amalga oshirib bermay, yana shu Yahud Nasaralar nima qildisa, o'zininki shaxsiy manfaat uchun, o'zining bir dunyolikka rahat uchun butun kishilarga xizmat qilg'izdi qarindoshlar. Shuningdek biz amr ma'ruf nahy munkarni qat'iy to'xtatib qo'ymaylik. Buning kuchimiz yetishicha qaraylar buni. Fattaqulloha mastata'tum. Allohning qudratimiz yetishicha, kuchimiz yetishicha qo'rqaylar. Allohdan shunda qo'rqinglar. Kuchim yetishi dedi, kuchimiz yetmaganicha Alloh taolo bizga taklif qilmaydi qarindoshlar. Demakchi bo'lgan endi bu biz da'vat qilishda, tashviqot qilishda chuqur munkarning munkarligini bilishimiz kerak. O'zimiz bir ishni to'g'ri deb qarab qolgan bo'lsak, yo ma'lum mazhab, yo ma'lum qarash bo'lgan bo'lsa, yo kitobda bo'lgan bo'lsa, ochiq bilan buni da'vatsak, bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Buni olim ulamolar silishimiz kerak. Shu rayonda Alloh subhanahu va taolo olim ulamolarni kam qilmoqlik. Kam qilmoqlik. Har bir rayonda bor endi. Ya materialni kurash kerak. Bu da'vat qilish, tashviq qilish degan gap, hukm chiqarish, sotchilik qilish degan gap emas. Bu ikkisini ayirib oldi. Biz sotchi emas, sotning ishi, muftining ishi, qozining ishi ayrim qarindoshlar. Biz yaxshilikka da'vat qilamiz, bilsak, bilmay qolsak, shuk tursaqcho, u bir yaxshi ish. Biz shu yaxshilikka buyurish, yomonlikni to'sishni iborat ishimizni oilamizdan boshlashimiz kerak. Chunki dedi Payg'ambar alayhisalom, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hammasi bir-biriga javobgar dedi.
Karınız yok, işinizi kılın degan gap yok bu yerda. Ahirço var raculu ra'in ala ahli beytihi ve mes'ulun an ra'iyetihi. Bu hadis er kişi yani bir aile başlığı izinki ailesi mesul. Kızları qanday yuratıdı? İslami kiyindimi kiyinmedimi? O qanday ideyani qabul qilatıdı? Oço izinki ailesiga javobgar. Acaba balalarimizniki kiyim-kechaklarga ahamiyat beramiz, markalı kiyimlarni olib beramiz. Onu yaxshi oziqni shunda yaxshicho. Yemeklikdan tayyorlaymiz. Atdigan maktabga minishdan burun balam mani yeyol deb majburlab yegizmiz. Adam modda va ruhdan tuzilgan. Maddiyatimiz shunday ahamiyat berdik qarindoshlar. Ruhiyatimizga qancha ahamiyat berdik. Ay sog'lom ideyani berdik bunga. Maktablar nima o'rgatadi bolalarimizga? O bola qanday olib chiqadi? Oxirida biz bir turkni dindan xoli yoki bir arabni dindan xoli yo bir yevropalikni dindan xoli yoki amerikalikni dindan baqsaq bizning ishimiz tugash kuni shu qarindoshlarimiz. Shu Qur'onda innama amwalukum va avladukum fitna. Iqtisodinglar bolalaringiz uchun imtihon, sinov degan bo'ldi. Bu imtihon sinovni qanday o'tamiz? Ma'noga diqqat qiling qarindoshlarimiz. Biz shuna qanday holatda da'vat qilamiz, da'vatning shakllantirishgacha bunicha o'rtoqlashmoqchi sizdan. Demak, biz da'vatni tashlab qo'ysak qanday bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda nima dedi desa, sura Anfalning 25-oyatida "Vattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa" dedi. Fitnadan, ya'ni mayadik fitna, balo qazodan, musibatdan, halokatdan saqlaninglar. Undan qo'rqinglar, undan çok qattiq ishtat qilinglar. Bu fitnacha sizlardan zolimlar bilan yetmay, boshqalarga yetib qoldigan, boshqalarning javobgarlik tortilib qoldigan, uning pishkanligiga ketib qoldigan ish bo'lib qolmasin. Wa'lamu annalloha shadidul iqob. Alloh taolo qattiq qilg'ich azobni dedi. Demak, cho'g'an gap biz o'zimizni uchun mas'uliyatimizni ado qilishimiz intayin zo'r. Biz o'zimiz bilan yaxshi bo'lsak, boshqalar uchun nima bo'lsa mayli desak bo'lmaydi. Islomda unday shaxsiyatchilik yo'q. Shuna yana bir oyat nima desa, "Va ma kana robbuka liyuhlikal qura bizulmin va ahliha muslihun." Alloh subhanahu va taolo dedi. Alloh subhanahu va taolo ning parvardigoring biror bir kentni, biror bir rayonni, biror bir millatni vayron qilmaydi, bunda eg'irlik qo'ymaydi. Qanday bo'lsa, va ahliha muslihun. O kentning shu rayonning ahli islohotchi bo'lsa, salihun demay muslihun dedi. Buni hamda arab tilini bildigan kishilar biladi. Salihonga o'zi ham yaxshi bo'lsa bo'ldi. Muslihchi desa o'zi yaxshi bo'lgandan sir boshqani yaxshi qilishga tirishadigan, islohot olib beradigan, boshqaga ta'sir ko'rsatadigan degan bo'ldi qarindoshimiz. Payg'ambar akamiz sallallohu alayhi vasallam ayni vaqtda Makkaga salihdi, amindi, nihayat yaxshidi, mushriklarga yaxshi ko'rgan, butun omonatlarini qo'ygan payg'ambarimizga. Keyinchi desa islohotchi bo'libdi, muslih bo'libdi, qarshi chiqdi. Demak, muslih bo'lgan kishiga qarshi chiqadiganligi aniq qarindoshimiz. Bunda biz endi Allohdan savob umid qilib, nima yaratsak bo'ladi? Shu islohotchi bo'lsak bo'ladi. Atrofimizga ta'sir ko'rsatsak bo'ladi. Bir kishiga yashsak, nima bo'ldi ekan, yaxshi bo'lsak, shu balo qazo musibat bizga kelavergan. Bizcho uni to'solmaydi ekanmiz. Shunga Zaynab roziyallohu anha onamiz payg'ambar alayhisolamdan mush oyatning nimasi kelgan chaqda tafsirida va ya Rasululloh anuhlaku va fina salihun İşimiz yaxshi kishilar tursa, amalni yaxshi qilib, namozini nihayat yaxshi o'qiydigan, nurg'unlagancha, yaxshi niyatli kishilar tursa, bizcha halok qilinamdimiz deganda, "Iza kasural khabas." Eskilik, nacharlik, axloqsizlik, chiriklik, buzuqchilik qattiq yamrab ketib qolsa, shunda bo'ladi. Islohotchi chiqish lozim degan payg'ambarimiz. Shuningcha, qarindoshlar, payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki bizga ko'rsatib bergan amaliy harakati va Alloh subhanahu va taolaning bizga belgilagan farzi, demak, da'vat qilish, tashviq qilish, tashviqot so'rovni hazırlash, tashviqotni qo'llash, tashviqot guruhi qurish, mush da'vat guruhi qurib, buning uchun butun o'quvchilarga, butun oilalarga kirgizish bu har bir musulmonning sharoiti bor, iqtisod va boylarning, olim ulamolarning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati. Odatli vaqtda bu da'vat qilish, tashviqot qilish, İslam'ı tushundirish, haqni tushundirish, botilga qarshi turish, tajovuzchiga qarshi turish. Bu farz kifoya. Farz ikki qism bo'ldi, farz ayn, farz kifoya. Farz ayniga hammadan o'zi qilmasa bo'lmaydigan farz. Farz kifoyadan boshqalar qilib qo'ysa, boshqadan saqit bo'ldigan. Shu kifoya qilsin unga. Bu degan bo'ldi. Farz ikki qism bo'ldi. Lekin hozirgi zaman qattiq ig'ir buzilgan, axloq jihat chiriklashgan,
Zadi buzuqchilik nayt avjaga vaqtda hozir olimlar nima deydi farz ayn. Har qandaqa da'vat qilish, tashviq qilish, shu so'zni hozirlash bu farz ayn. Biz yetkizib qo'yish mas'uliyatimiz bor qarindoshlar. Bizning kuchimiz yetish qilyapmiz, sharoitimiz yarab berish uchun bu yo'lda mengayapmiz. Alloh qabul qilsin. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bir hadisda nima dedi desa, sahih hadisning birida Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisalomdan bunday anladim dedi. Muru bil ma'ruf. Yaxshilikni buyuringlar. Ya'ni yaxshilikni e'lonlantiringlar, uning qiziqtiringlar degan bo'ldi. Wa nahaw anil munkar. Xato ishni to'singlar. Bayatın dedik ki hata istikende mezzetler ixtilaf bo'lgan, o'xshamagan qarash bo'lgan narsa bu xato emas. Aciz bo'lsin bir fatvoga mangan bo'lsa, aciz bo'lsin bir ko'z qarashga mangan bo'lsa, buncha xatolashgan bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Biz o'zimizning ideyasi kamizlar hammasini xato deb hukm chiqarsak bo'lmaydi. Kam qo'saq qilishimiz kerak. Hammani sig'dira olishimiz kerak yo'l qo'ygan doirada. Mumkin bo'lsa deganga bundan o'zingni yaratishinglar, boshqalarning uchun cheklang degan bo'ldi. Qachonsa qabla an tad'ullaha fala yastajib lakum. Alloh duo qilishdan burunki Alloh taolo mushunday yaxshilik buyurib yomonlikdan to'sib qilmasanglar, sizning duoyingizcha ijobat qilmaydi. Duoning ijobat bo'lishi sharti voy ya Alloh xudo qilpaslar, ya Alloh menda qilsa, anda qilsa degan bilan xuddaligi demalsa bir dehqonni misolga olsak, yaga urug'sanmay turib, mo'losini chiqib pasli deganda ish qilsa bo'lmaydi. Bu shart. Yaxshilik bo'lish, yomonlikni to'sish, da'vatni kuchaytirish, da'vatni ko'paytirish, eng ilg'or vositalardan da'vat tashviqot xizmatini yaxshi qilish bizning duoyimizningki ijobat bo'lishningki asosiy ekan ma'disdan. Qarindoshlarimiz. Shu da'vatni qanday qilamiz? Bu yaxshilik bo'lib, yomonlikni to'sishni qanday qilamiz deganda, mana shunday qilamiz. Taxmicha hamkorlashimiz, taxmicha biz sharoitlarni yaxshilaymiz. Har birimizning mas'uliyati bu. Şuna biz bilmeyen narsalar olib qolsa, sukut qilishimiz kerak. Bilmagan narsa olim ulamolardan so'rashimiz kerak. O'zimizgacha fatvo kesib, tarjima Qur'onni o'qibdim, Qur'onning tarjimasini. Munda chiqdi. Kitobni o'qibdim, munda chiqdi. Hukmni qilib buni qilsa bo'lmaydi. O Qur'onning tarjimasini hukm og'ir bo'lmaydi. Hukm og'ir ozg'in bo'ladi. Chunki o tarjima, o tafsir emas, o izohat emas qarindoshlarimiz. Uning hukm olish bo'lmaydi. Faqatlan foydalansak bo'ladi. Qisman yerlar dogmalar tarjima qilgan biz men aytmoqchi emas. Asu Allohning kalomi ajoyib kam ma'ni shu o'z ichiga olgan. Qarindoshlar. Shuna biz bilmagan narsalar olib qolsa, sukut qilib so'raymiz. Nishqa Alloh subhanahu va taolo bizga bu yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz so'rang dedi. Ya kitob qarab, ya video qarab, binas ugun olib, ya bekin desa, yo'q, mana dabtudablan menish emas. Bizning ummatning keseli bak ig'ir. Bu kasalga birlashib diagnoz qo'yish to'g'ri keldi. Bu kasalga hammamiz kuchimiz yetish uchun bir diagnoz tepib, to'g'ri qilishimiz uchun to'g'ri keldi qarindoshlar. Shuna Alloh subhanahu va taolo nima dedi desa, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula" dedi. Sen dedi, bilmagan narsaga ergashma dedi. Ergashma. Bilmaganimiz ergashmasak bo'ldi. Mesela Facebook'ta, Twitter'da bir yazın paylaşıp koyumuz. Bu doğru mu, hata mı? Bu İslam'ın ziyarlık mı, Müslümanlığa paydalık mı? Okumayı turupça, yüzümüzge yediz ki, maskep kalsam kıp saklanmaydı. Onu sorap kılmasak, şu ayet boyunca bilmegen narsange ergeçme. Bilmegen narsa ergeçmesek günahkar olmayımız. Sürüş kılışımız gerek, soruşumuz gerek, debdebelik yapını kıptasın, mümkün kessek olmayı karınlaştırımız. Neyse kadıysa, inne sem'a, anlaş sezgüyümüz ve kürüş sezgüyümüz, kalbimiz hemmisini Allah Teala men sorayma. Hemimiz sorak tatıldı deydi. Birazında anlap koydum desek bulmaydı. Doğru anladık mı, hata anladık mı? Mesela doğru dedik mi, hata dedik mi? Nimini paylaştık, nimini okuduk, nimini yolladık. İslam'a karşı mı, karşı emas mı? İslam'ı meskil kıvatlandı, Müslüman'ı meskil kıvatlandı. Bu onunki merkezi ideyası zaten ne demekçe? İslam'a bir kirib qo'ysam, chiqatmaydigan ish yo'q. Unda ish yo'q. İslam'a kirgan bilan uning prinsiplarga amal qilmasa, islomning iymonni buzdigan, iymonni chiqaradigan amallarni qilsa, bir eg'izniki o'zi kichkina gap bilan inson kafir bo'lib ketadi qarindoshimiz. Shunga diqqat qiling. Da'vat salqarmayli, tashviqot salqarmayli, kuchimiz yetishicha bu tashviqotni qo'llayli, o'zimizni qutqizish uchun, dinimizni qutqizish uchun, vatanimizni qutqizish uchun, o'zimiz bir inson bo'lib yashash uchun
eng muhimi o'lchamlik musulmon bo'lib yashash uchun nima qilishimiz kerak ekan? Tashviqot qilishimiz, da'vat qilishimiz bu intayin muhim ekan. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.